Nechi bo'ldi? 550. Mana 10 million 550 ga baraka bo'ldi. Mana. Boshdan. Olganga, sotganga ham Alloh baraka bersin. Like bosib qo'yamiz akalar. Obuna bo'lganlar obuna qo'yamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 2026-yil 7-iyun. Sanamiz hafta kuniga yakshanba. Boysun Chorvamol bozorida mana video syomkalarimizni davom ettiramiz. Bu buzoqlisiga necha bo'lyapti ekan bu? 16,5. 16 million 500 ming so'mga berilmoqda. Urg'ochi bolasi bor ekan. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. G'unajin. Necha pul narx aytyapsiz o'zingiz? 20 million so'm narx aytilgan ekan. Hurmatli obunachilar, like-ni bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Obuna bo'lganlar kanalimizga, arzimas mehnatimizga like-ni ayamaymiz. Aka bu tana necha bo'ldi? 12. 12 ga berilmadi. Necha pul deyapsiz? 14 million so'm narx aytgan ekanlar, 12 million so'm savdosi o'tdi. Aka buzoqlisiga necha pul bo'ldi aka? 20 bo'lib aka. 20 million so'm savdosi bo'libdi. Bolasi ho'kizcha. Nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi. 3-chi bolasi ekan. O'zingiz necha pul baho aytyapsiz? Ikkinchi bolasi, ichida bolasi bor 5 oylik. O'zingiz necha pul baho qo'yasiz? 25 million so'm o'zlari narx qo'ygan ekanlar. Ichida ham 5 oylik dedingizmi? 5 oylik bolasi. 5 oylik bolasi bor ekan. Tushunavering aka, so'rayapman aka, 20 million so'rayapsiz aka. So'rayapsizmi? 20 million so'rayapmiz. Jipga chekishtirmas kerak emas. Bor. Mana. Savdo bo'lib turgan joyidan. Allohga tavakkal. Yo'l ko'p qarang. Bexiz, og'ayni odammiz. Yetiga men ham yo'l tartamiz shu yerga barakat bo'ladi. Bexiz, og'ayni odammiz. Begonadan ham olib 16 milliondan lekin og'ayni hurmatli tojika bor baraka. Aka, musofirdagilar salom. Musofirdagilar salom. Hamma akalar. Mana musofirlar akalarga salom. Bexizdan bo'layapman. 20 million 200 ming so'm. Bor baraka. Barakat topaymi? Endi Akasi necha pul beryapsiz? Jo'rayapmiz, tog'am bo'li. Ye, he. Tog'am bo'li. Yani uchun olmaysan, Martga O'ynasini baraka deb. Qaramay 300 ga taqom uchun. mart bo'lasan. Baraka bo'ldimi aka? Mana 20 million 200 ming so'mga baraka bo'ldi. Bolasi ho'kizcha, 5 oylik ichida ham bolasi bor ekan. Ichidagi bolasi 5-chi bolasi, yonidagi bolasi 4-chi bolasi ekan. Olganga ham, sotganga ham Alloh baraka bersin. Telefonda $1 chiqolmadim. Hammaga chiqargan sham. Aka televizor. Mana 3-chi bolasi ekan, 7-8 ta sutga bolasi ho'kizcha. Savdosi qancha bo'ldi dedingiz? 24 million. Necha pul bo'lsa beramiz? 24 million so'm savdosi bo'ldi. Mayli, savdongiz bersin. Salonda bor berib, kamerada olib turadi ekan. Va endi YouTube'ga chiqamiz. Aka necha bo'ldi buzoqlisiga? Mana bu YouTube'ga. Buzoqlisiga necha bo'ldi? 30 millionga berilmadi. Nechinchi bolasi? 5-chi bolasi ekan, 30 million so'mga berilmoqda. Bolasi ho'kizcha ekan. Aka nechinchi bolasi buni? 5-chi bolasi ekan mana. Katta sigir ekan. O sigir qisirmi bu? Bu necha pul bo'ldi ekan bu? Ikkalasi 14 million, ha? Qisira? Bo'g'ozmi? Ikkalasi ham bo'g'oz ekan. 14 million so'mdan savdosi bo'ldi. Berilmabdi. G'unajinlar, bo'g'oz, g'unajinlar. Aka buzoqlisiga necha bo'ldi? Savdo ham bo'lmadi. Necha pul deyapsiz? 23 million so'm narxi aytilayotgan ekan. Bolasi urg'ochi, savdosi yo'q ekan. Nechinchi bolasi aka? 4-chi.
4-chi bolasi ekan. Aka bozorisiga necha bo'ldi ekan? 25. Savdosi? Aytyapsiz? 21 million so'm savdosi bo'pti, 25 million so'm narx aytilgan ekan. Bolasi, u qizcha nechinchi bolasi ekan? 5-chi. 5-chi bolasi ekan. Bu bo'g'iz sigirmi aka? Bilmayman. Nechi bo'lyapti? 18 million so'm savdosi bo'lgan ekan, bo'g'iz qisirligi. Noma'lum ekan. Hurmatli obunachilar, Oysun Baraka Telegram gruppamiz bor. Telegram gruppamizga qo'shilib olib, uylaringizda o'tirib, bemalol chorva mollaringizni oldi-sotisini amalga oshirsangiz. Telegram gruppamiz silkasini kommentariya bo'limida qadab qo'yamiz. Like bosib, obuna qo'yamiz akalar. Sizlarning shu arzimas mehnatimizga qo'llab-quvvatlab, like bosib qo'yinglar akalar. Prosmotrlar ko'paysin xudo xolasa. Obuna qo'yamiz, obuna qo'yamiz. Aka, o kichiklar necha puldan bo'lyapti? Necha puldan necha pulgacha? 15dan 11gacha bo'lyapti. 11 million so'mdan 15 million so'mgacha savdosi bo'layotgan ekan. Bo'ylari biri 5 dan biri 20 gacha. Bo'lsin chorva mol bozoridagi narxlar. O kichik necha bo'lyapti? 12,5 berilmadi. Necha pul baho qo'yapsiz o'zingiz? 15 deyapman. 15 million so'm narxi. 12 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi. Mana aka, mana o'zingiz ham. Gap. Sizga garantiya, adres joyiga hammasi. Gap, mana shuni akalar ko'paysin, to'g'ri tushunadigan. Onu çek verasın. Ha satılıp var. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Manami? Necha pulga? 10 million 600. 10 million 600 ga? Ya 10 yarim so'rayapti, 10 million 600 deyapti. 10 million 500 ming so'm. Mana yosh tana savdosi bo'layotgan ekan. O'rtada 100 ming so'm qolibdi. 10 million 600 ming bo'lsa, ega baraka deyotgan ekan. Nima qilay? Necha bo'ldi aka? Olindimi? 10 million 900 ming so'mga olindi. Mana shu akamiz oldilar. Mana shu urg'ochim oldi. Barakasini bersin aka. Olganga ham, sotganga ham. Aka, bu bozor ho'kizlar kam-ku. Zo'rmas aka, necha puldan bo'lyapti? Ularda aka 16,5 dan deyapti. O'shalasini 16 million 500 dan. Aytilishi. Bular 15 dan. Maydasi 13 million so'm narx aytilayotgan ekan. Bular 15 milliondan narx aytilayotgan ekan. Savdosi ham bo'lyaptimi aka? O'shalasini 15 million so'mdan so'rashdi. Aka, ho'kizchalar necha puldan bo'lyapti? Savdosi bo'ldi, berma. Ikkalasi bir joyda? Ikkalasi bir joyda 23 million so'm savdosi bo'libdi. Berilmadi. Necha pul deyapsiz sizlar? Aka necha pul deyapsiz? Nima? 23 ga deko. Ya necha pul bo'lsa beraman deyapsiz. Bir narsa chiqsa berilar ekan. Bozorga qarab. Bozorga qarab. Like bosamiz. Ana shu ho'kizchalar. Aka necha pul savdo bo'lyapti? 15 million 200 beryapti. 18 deyapman. 15 million 200 bo'lyapti, 18 deyapsiz. 18 million so'm bahosi aytilayotgan ekan, 15 million 200 ming savdosi. YouTube'da bizlar ham chiqaylik. Chiqing mana shu akamizni qo'llariga o'tiraylik. Aka, bu qiz necha bo'lyapti ekan? 15 milyon böyle. Egasini ham oling, egasini ham. 15 million so'm olinyapti. So'ralyapti, ha? Necha baho qo'yapsiz?
18 million so'm narxi aytilgan ekan, 15 million so'm. Ana shu ola ho'kiz savdosi bo'ldi. Bo'ylari biri 20 dan balandroq. Bo'yini aytib keting degan akalarga. Aka bu necha bo'lyapti bu? 20 millionga bermadingiz? Necha pul narx aytyapsiz o'zingiz? 25 million so'm narx aytilayotganiga 20 million so'mga berilmoqda. 1.30 atrofida bo'ladi. Yana odamda ham olib klient mana shu. Mana aka. Kelishtirib bering, ikkita oldim. Boysunda samimiy odamlarga like bosamiz aka, Boysun. Bu ola ho'kiz necha bo'lyapti ekan aka? Necha savdo bo'ldi aka bu? 23 millionga berilmadi. 23 million so'mga berilmoqda. 140 atrofida bo'ylari. Necha pul baho qo'yapsiz aka o'zingiz? Necha pul baho qo'yapsizlar? 26 deyapti, 23 so'rasang yo'q. Ha, 23 so'rayapsiz aka? 26 million so'm narxi aytilgan ekan. Mana shu akamiz 23 million so'm so'ragan ekan. Boqma o'tkiz. Aka necha pul bo'lyapti ekan bu? 26 bo'lyapti. 26 ga berilmayapti. Necha pul narx aytyapsiz? 35 million so'm narxi aytilayotgan ekan. 26 million so'm savdosi bo'ldi. 1.5 ga yaqin bo'ylari bor, 1.45 atrofida. Necha bo'ldi? Bu 17 million bo'ldimi? 17 million so'm bo'ldi. Berilmabdi mana. Aka bu necha bo'ldi ekan? 12 bo'ldi. 17,5? 17 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi, berilmabdi. Necha pul baho qo'yapsiz aka? 18 bo'lsa baraka etmaydi. O'rtada 500 ming so'm pul qolibdi. Barakasi bo'lsin. Akamizni topib qo'yak, naslli ho'kizlari. Aka necha bo'lyapti ekan bu? 24 millionga berilmayapti. Yo'q. Necha pul bo'lsa beramiz endi? Kelishamiz. Ha, kelishlar ekan. 24 million so'm savdosi bo'libdi. Yoshi qanday aka? Yosh o'g'li buzoq aka. Ha, buzoq ekan. 1 yoshar. 1.35 atrofida bo'ylari. Necha pul so'ralyapti bozorda ho'kiz? 17,5 so'rayapsizmi bu? 17,5 men so'rayapman. Ha. Aka necha pul deyaptilar? Aka 18,5 so'ralgan deydi, yo'q narsa. Ha. Hozir realni 17,5 so'rayapsiz. Hozir so'ralayotgani 17,5. Ha, 17 million 500 ming so'm. Bo'g'imiz savdo qilgan ekanlar. Aka o'zi necha pul baho aytyapsiz o'zingiz? Ha, 19 million so'm narx aytgan akamiz. Aka necha pul savdo bo'ldi ekan panalar? 14 million 500 ga 13 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi. Necha pul narx aytyapsiz o'zingiz aka? Ha? 16? 16 bo'lsa beraman. Aka bu ho'kizcha necha pul bo'ldi? Ho'kizcha sotildi 11,5. Qanchaga? 11,5. Ha, 11 million 500 ga baraka bo'ldi, ha? 11 million 500 ming so'mga baraka bo'ldi. Ho'kizcha. Boysun chorva mol bozorida naslli ho'kiz. Bo'lishdigan smental menimcha gibridga o'xshaydi. Bo'ylari biri 55, 165 atrofida. Bu necha pul savdo bo'ldi ekan buni? Bu? Aka necha pul savdo bo'lyapti? Aka narxini aytib o'ring. Menden emas, sapkal o'ramoqchi. Ha. Taroziga Juvavesiga 63 ming so'mdan berilmayotgan ekan.